Assalomu alaykum, hurmatli fermer xo'jaligi rahbarlari. Sizlar bilan Farg'ona agroklinika MChJ rahbari Akmaljon Maqulovman. Bugun shu kunda 100% g'alla maydonlarimiz buqoqlash fazasiga o'tib bo'ldi. Mahalliy navlarimiz boshoqlash fazasida hozir, boshoqlash fazasiga ham o'tib bo'ldi. Bu nima degani? Bu 15 kun vaqtimiz qoldi degani. G'alladan yuqori hosil yetishtirish uchun 15 kun muddat qoldi bizga berilgan. Mana 7 oy mehnat qildik. 7 oy qilgan mehnatimizni samarasini olish uchun yana 15 kun vaqtimiz qoldi. Shu 15 kunda men belgilab bergan agrotexnik tadbirlarni bajargan fermer xo'jaligi kutilgan hosildan 20-25% oshiqcha oladi. Bu degani 1 gektar yerdan 1 tonnadan 1,5 tonnagacha qo'shimcha hosil yetishtirish shu 15 kunda ichida imkoniyati bor. Shu 15 kunda ichida shu 1,5 tonna bug'doyni kechib shundan foydalanmaslik imkoniyati ham o'zlaringning qo'llaringda. Bu nima degani? Hozir 100% maydon boshoqlagandan keyin bu maydonlarga zudlik bilan ildiz orqali 300 kilodan o'rtacha selitra amayli o'g'itini beramiz. Ustidan hosil 34 degan gormonal suspenziya bor. Buni juda ko'p fermer xo'jaliklari har yil ishlatib keladi. Bu gormonal suspenziya tarkibi organik kislotalardan tashkil topgan. Buqoqlash fazasida shu kunda sepamiz. Boshoq shakllanyapti. Shakllanayotgan boshoqni 20-25% ga yiriklashtiradi. Bu degani 20-25% yirikroq boshoq shakllanadi. Oradan 8 kun, 10 kun o'tadi. Shu hosil 34 suspenziyasini gektariga 1 litrdan yana ikkinchi marta sepamiz. Endi 100% boshoqlab bo'lgan maydonga ikkinchi marta sepganimizda endi bu donni yirikligini 20-25% ga yiriklashtirib beradi. Endi o'zimiz o'ylab ko'raylik. Boshoq 20% ga yiriklashdi, don 20% ga yiriklashdi. O'rtacha hosildorlik 25% ga oshadi. Bu degani 1 gektar maydonda 1,5 tonna qo'shimcha, kamida 1,5 tonna qo'shimcha hosil yaratiladi. Bu degani o 50 gektar yerda 75 tonna, 100 gektar yerda 150 tonna qo'shimcha hosil degani. Kim shu kunda shu agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida bajarsa, shu kunda g'alla uchun tikilgan 10 million so'm sarmoya 2 oydan keyin 50 million so'm bo'lib o'zlaringga qaytib keladi. Bu yerda qolib ketadigan sarmoya emas. Bu 2 oy ichida 5 barobar bo'lib o'zingizga qaytadigan sarmoya. Ko'p fermerlar men bilan telefon orqali bog'lanyapti. Akmal aka, pulimiz yo'q, sepishimiz kerak, sepish kerak, pul yo'q. Xo'p, pul topish kerak. Xo'p, 50 gektar yerdan 75 tonna qo'shimcha hosil olish uchun 10 million pul kimda topilmaydi? Hammada topiladi. Shu 10 million topgan pullari 50 million bo'lib o'zlaringga qaytishini bilasizlar, ko'rgansizlar. Shuning uchun hozirgi tikilgan 10 million so'm sarmoya 2 oydan keyin 50 million bo'lib o'zlaringga qaytib keladi. Bu isbotlangan. Shuning uchun o'ylanib o'tirmanglar. Sarmoyani topishni yo'li ko'p. Hamma qo'shimcha misol zaxirada turadigan mol qo'ylaring bor, boshqa bir buyumlaring bor. Shu paytda sotib sarflashlaringni men maslahat beraman. Sababi g'alladan kerakli hosilni yetishtirib olib o'rmagan fermer xo'jaligi paxta yetishtirish uchun ham sarmoyasiz qoladi, bu aniq. Xo'p, hozir g'alladan qo'lingizga sarmoyani olasiz, shu sarmoya paxtangizni pishirib, ikkinchi ekiningizni pishirib olguningizgacha ham yetadi. Shuning uchun hammamiz bugundan uyg'onamiz, bugundan harakat qilamiz. Hosil 34 suspenziyasini zudlik bilan sepamiz. Yana eslatib o'taman, hosil 34 suspenziyasi bilan birgalikda zang va hasvaga ishlatiladigan preparatlarni qo'shib birgalikda ishlatish imkoniyati ham bor. Kimda kim sepmagan bo'lsa, birinchi ishlovga qo'shib sepsin. Oldin sepganiga 15-20 kun bo'lgan bo'lsa, keyingi oxirgi boshoqlash fazasidagi hosil 34 ga yana takroran qo'shib ishlaydi. Sababi
preparatlarni samaradorligi 18-20 kunda quvvatini tugatadi. Rosa bosh og'lash paytida qaytadan hasva, qaytadan zang tarqalishi ehtimoli kuchli bo'ladi. Barchalaringga, xirmonlaringga baraka tilayman. Gapim hammani xayolida tursin. Bugundan boshlandi. Dolzarb 15 kunlik deb ataymiz. Shu 15 kunlik ichida kim 2 marta shu hosil 34 preparatini sepsa, hosildorligi 25% ga 1 gektariga 1,5 tonnaga ortadi. Kim shu ishda o'tkazib, shu imkoniyatni qo'ldan chiqarib o'tkazib olsa, demak shu gektariga 1,5 tonna hosildan kechadi. Barchalaring uchun, e'tiborlaring uchun rahmat. Bu videoni ko'ringlar, like bosib, nechta fermer tanish bo'lsa, barchasiga o'tkazib beringlar, tarqatinglar. Tuman, MTP, viloyat fermer xo'jaligi Telegram kanallariga tashlab qo'yinglar. Oxirgi muddat 7 oy ishladik. Shu 7 oyda ichida hosil yig'adigan paytga yetib keldik. Shu 15 kunda 1,5 tonna qo'shimcha 60 sentnerli maydon 75, 70 sentnerli maydon 85-90 sentnerga ko'tarilib qoladi. Barchaga e'tiborlaring uchun rahmat. Telefon raqamimizni eslatib o'taman. 90lik kodi bilan 407 21 56, 91lik kodi bilan 446 06 65. Kommentariya qismiga Telegram kanalimizni ilovasini tashlab qo'yaman, silkasi. Shu orqali Telegram kanal orqali kirib, rasm jo'natib maslahat olishlaring ham mumkin. E'tiborlaring uchun rahmat.